Assalomu alaykum hurmatli bizni kuzatuvchilar hamda bizga obuna bo'lmasdan bizni kuzatib turgan hurmatli ijtimoiy tarmoq a'zolari. Ko'rishlar mumkin, yangiligimiz Jempeng Reksha modelimiz juda chiroyli ishlangan. Eng qiziq tarafi butun kuzov temirdan ko'rishlar mumkin, hattoki tom qismlarigacha. Ayrim shunday tritsikl modellarimiz tom qismlari yoki orqa qismlari plasmas bo'ladi yoki oldin mordalari plasmas detallardan ishlangan bo'ladi. Bunda aksincha, polni kuzov temir hamda ramalari ham juda mustahkam ishlangan ko'rishlar mumkin. Onlarda mana shunday bokovoylari bor. Qisqasi sifati a'lo darajada. Xo'p, skuterimiz oldingi ko'rinishidan ikkita asosiy yorituvchi chiroq hamda mana shunday gabaritli chiroq bilan jihozlangan. Avariyli chiroqlar ham mavjud. Tormoz turi baraban qilib ishlangan. Shina razmerlari 3:10. Ranglari hozir sotuvda 2 xil rang bor. O'zi aslida 5 xil rangi bor. Bizda mana shunday qaymoq rang hamda kofe ranglari sotuvda mavjud. Dvornik, elektronli dvornik bilan jihozlangan. Tom qismiga keladigan bo'lsak, tom qismida mana shunday shoxlar bilan o'zgacha dizayn berilgan. Xo'p, skuterimiz o'rindiqlari soni 2 qator qilib ishlangan. 3 kishi bemalol harakatlana oladi va yana bir asosiy yutug'i skuterimiz yonida mana shunday tenti bor, yopinchig'i bo'ladi. Buni ham video davomida ko'rsatib ketamiz, Alloh nasib qilsa. Xo'p, skuterimiz salon qismi ko'rishlar mumkin. Salonlar juda chiroyli ishlangan. Tormoz tizimi hamda mana shunday stakanchiklar ham qo'yib ketilgan ko'rishlar mumkin. Yozda issiq kunlarda bemalol yuzdagina suv ichib ketaverasizlar. Xo'p. Pult hamda Magic pult bilan jihozlangan tablosi ko'rishlar mumkin. Maxsus funksiyalar uchun knopkalari, zatni knopka hamda avariyli va faralar uchun. Juda chiroyli ishlangan. Xo'p, skuterimizni haydovchi o'rindiq ostida mana shunday joyi bor. O'z ehtiyojiga qarab ishlatish mumkin. Akkumulyator qayerda o'rnatilgan deganlari orqa sidena qismiga akkumulyatorimizni o'rnatilgan. Akkumulyatorlar soni 5 ta. Naq 45 amperli akkumulyatordan 5 ta qo'yilgan. Bu bilan o'rtachasida 60-70 km masofani bemalol bosib o'tishlar mumkin. Orqa qismi ham juda yorug', kattagina oyna qo'yilgan. Hop, mana shunday shinalar uchun kalpiklar ham mavjud va o'zini ko'rishlar mumkin. Sertifikat qog'ozlari hamda mana shunday kitobchasi. Juda chiroyli ishlangan. Balonlar razmerlari aytib o'tgandek 3:10. Orqa ko'rinishi. Orqa ko'rinishi ham alohida tema. Ko'rishlar mumkin, juda chiroyli ishlangan. Brend nomi hamda maxsus stop faralari juda chiroyli ishlangan. Orqasida mana shunday tumankasi ham bor hamda nomer uchun pastavka chiroqlari qo'yilgan. Juda chiroyli holatda. Bu skuterimiz yosh katta ota-onalarimiz uchun eng komfort varianti. Bundan boshqacha variantlar ham bor, lekin bu tritsikllar ichida eng komfortli, yumshoqlik taraflama ham, uzoq masofaga yurish taraflama ham har taraflama qulay. Va nomer olamiz degan mijozlarga mana Alloh nasib qilsa hech qanday muammo bo'lmaydi. Motor nomeri mana VIN raqami, hamma narsasi bor va ishlab chiqaruvchi bo'lishi mumkin. Hamda ramani o'zida ham VIN raqam qo'yilgan. Bu raqam bilan mana bu yerdagi raqam bir xil hamda mana shu sertifikat qog'ozi raqamlar ham bir xil keladi. Bu degani hech qanaqa muammo bo'lmaydi sizlar nomer olishlaying degani. Xo'p, skuterimizning narxi $1220. Vodiy ichi dastavkamiz bepul. Qolgan viloyatlarga kelishgan holda dastavka qilib beramiz. Kimga qiziq bo'lsa bemalol murojaat qilaverasizlar. Xohlasalar do'konimizga kelib ko'rishlar mumkin. Xohlasalar onlayn zakaz bersalar dastavkalar qilib chiqarib beramiz. Borganda pulini shopirga to'lab mahsulotni olib qolishingiz mumkin. Kimga mana shunday tritsikl modellar yoki mana bunday 200 kiloli modellar va mana 300 kiloli modellar qiziq bo'lsa, bemalol pastdagi nomerlarga murojaat qilaverasizlar. Do'konimizda assortimentlar juda keng. Samasval modellarimiz ham sotuvda mavjud. Bemalol murojaat qilsangiz sizlarga to'liq ma'lumotni beramiz. Sizlarni do'konlarimizda kutib qolamiz. Hurmatli mijozlar, va'da qilganimizdek skuterimizni tenti ham o'sha Xitoydan o'ziga keladi, alohida bas. Ko'rishlar mumkin, Jempengning o'ziniki, o'zi maxsus raqamlari bilan. Kimga qiziq bo'lsa, bemalol murojaat qilaverasizlar. Video davomida skuterimiz test drayvlarini ham qo'yib ko'rsatamiz va albatta bu skuterimizda ham panejinli richak bor. Panejinli richak bormi deganlarga, o'zi bu turdagi motor miyasi katta, mashinasida baquvvat bo'lgan skuterlarga panejinli richak kerak emas, lekin talab uchun qo'yilgan. Xohlasalar ishlatasizlar, xohlasalar ishlatmaysizlar, lekin 1000 vatli motor har qanday podyomlarga bemalol tortib chiqaradi.
kamiga akkumulyator voltlari ham juda katta hamda akkumulyator amperajlari ham juda mustahkam.